Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Samievlar oilasi yana aloqada. Eng ko'p berilayotgan hozir savollardan biriga, ya'ni operatsiya mavzusi, zbor masalasida sizlar savollaringizga javob berishga qaror qildik. Ular ishlamay qoldi birdan shamollash orqasidan. Ko'p joy sraz aytdiki, что пересадка, ya'ni pochka almashtirish, ota-ona, yaqin qarindoshlardan pochka almashtirishingiz kerak. Dializdan uzoq muddat qilib bo'lmaydi, chunki dializ takkak ham yomon, qonni yomon suvlarni olib ketadi. Undan tashqari yaxshisini ham olib ketadi. Foydali vitaminlarni olib ketadi. Shuning uchun dializ bilan uzoq yashab bo'lmaydi, u narsa to'g'ri kelmaydi. По-любому пересадка qilish kerak dedi. Lekin ikkinchi tomon aytdiki, что пересадка qilishga shoshilmang, pochka ishlab ketishi mumkin dializda. Tanlov bor edi, yoki sraz пересадка qilish yoki-da kutish. Men kutishni tanladim to'g'risi. Kutishni tanladim, sal vaqt beray, balkim pochkam ishlab ketar degan umid bo'ldi. Bir kun yarim kechasi uxlaganda davleniya ko'tarilib ketdi birdaniga. Undan keyin rezga naqa bo'lib ketdi. Temperatura 39-40 ga chiqib ketdi, sudurgi berdi. Hammasi shundan boshlandi. Reanimatsiyaga tushish, skoriy bo'lishi, sudurgi berdi, hushimdan ketdim. Uydagilar vahima, qiy-chuv. Skoriy keldi, olib ketdi. Skoriga yana sudurgi berdim, ishqilib 2-3 marta hushimdan ketib, o'zimga kelib, hushimdan ketib, o'zimga shunaqa narsalar bo'lib qoldi. Koma holatiga tushgandan keyin, u yo'q eslab bilmayman to'g'risi uncha-muncha. Koma holatiga tushib qolganman. Uyg'onganimda men Buxoroda reanimatsiya bo'limida edim. Buxoroda reanimatsiyadan uyg'onganimdan keyin bilsam, MSKT qilishgan, boshqa yana analizda topshirgan. Bilgan biladi, oyog'im nimaga kesilganligi, amputatsiya bo'lganida, bu sklerozdermiya degan anaqa sistemli kasallik, ya'ni yeb ketadi. Oyoqda bo'lgan, u oyoqni yeb olgan, uni kesish kerak bo'lgan, shu полностью badanga o'tib ketmasligi uchun. Oyoqni kesishgan payti u sistemli kasallik uyquga ketadigan bo'lgan. Uyquga ketib bo'lgan. Avval lekin mana shu shamollashlar oqibatida boshqa shu yil ko'p shamolladim. Ko'p kapelnitsa, ko'p shunaqa narsalar olgan hisobiga u kasallik, ya'ni shu sklerodermiya kasalligi yana qaytib uyg'ongan va birinchi hujum qilgan organ bu pochka bo'ldi. Buyrak deyiladi o'zbekchada. Pochka bo'ldi. Shunday qilib aniq bo'lishicha, menda shamollatib qo'yilgan pochka emas, yo'q, sklerodermiya bilan sistemli kasallik bilan kasallangan pochka bo'lgan. Ya'ni pochkamni sklerodermiya уже yeb bo'lgan. Operatsiyaga ham yetarlicha pul yig'ildi. Avvalambor hammaga katta rahmat. Operatsiyaga tayyor bo'lgan paytimiz doktorlarning aytishi bo'yicha не только O'zbekiston, Turkiya bilan gaplashdik hozirgacha. Hindiston bilan gaplashdik. Ko'p joy bilan gaplashdik. Katta